Yosh bolalar, IP bek moda bo'ladida deb o'ylab qolmang. Amaliyotda ba'zilar IP deganni xeyli bir o'rinli voyaga yetkazib bo'lgan. To'g'ri, bu dal hammaga tanishli Walt Disney shirkati. Bir necha chashqan va o'rdaksiz pul topgan. Dal 2015-yili Disneyning umumiy kirimi BAT qo'shilganning ustiga 1.5 baydo ko'p kirim qilgan. 90 yildan yoqi bu cho'ng IPlarni kishilarga Disney tunutgan. Shundoq bo'lsa-mu, Mickey doim raqibga duch keladi. Masalan, boshqa shirkatlarning yangi IPlari olqishga erishsa, Disneyning qo'llangan chorasi oddiy ham qo'pol. Pul bilan birdirab qildi, shirkatni butunlay setib oladi. Shunga sizga tunishliq bo'lgan daridan tashqari polvonlarning hammasi Disneyning qo'lidaligida. Zaman taraqqiyotiga ergashib, sabtdan tushib qolmaslik uchun uzluksiz taraqqiy qilish kerak. Ayni vaqtda nurg'ulg'an kishilar Disneyning 2D kartonini modadan qoldi degan. Disney tezda pul bilan Pixar'ni setib olgan. Qo'lni qo'lga tutishib 3D dunyosiga qadam qo'ygan. 2016-yilda Disneyning kino televiziya ko'ngil aytish kirimi 10 milliard Amerika dollariga yaqinlashgan. Bayroq ostidagi kino bilet kirimi 6 milliard Amerika dollaridan oshgan. Undan boshqa Mickey va uning hamrohlari bozordagi mollar ustida shundoqli ko'rinsa, savdo huquqi berish orqali Disney uyda o'tirib pul deganini tepib qo'ygan. Mana bu dal IPning kuchi. Bu yer kelganda siz bularni Disneyning hammasi deb o'ylab qoldingizmi? Voy, yo'q texi. Karton qatorigilar Disneyning eng pul topmaydigan kasblari. Bu ko'pchilik o'ylagandan g'oyat bor. Bu zaman shuncha cho'ng. Nima deymiz? Ishqi pul qaydab setib olgan. 1996-yilda Disney 19 milliard pul bilan Amerikadagi 3 cho'ng radio televiziya torining biri bo'lgan ABC'ni setib olgan. Burun Disneyning birla IP'si bo'lsa, hozir mazmundan tortib kanalgacha hammasi bor bo'lgan. Haras, Chaqi Gojinjin bilan Xochi muhabbatlashgan tez surat olg'i ilgirlash. Shaojindan har qatim suratga olganda cho'qim yomg'ir yog'adigan programma eng go'zal ovozmi Disneyning. Yana Mao Amerika ko'p qismli kinolari hammasi ABC'ning cho'ng IP'lari. Disney ABC orqali ESPN'ni kontrol qildi. Siz uyda o'tirib NBA ko'rsangiz, pul deganni Disney topadi. Yana bir tarafda Qora TV va Qora Aynak Netflix olqishga erishdi. Bu xabar bilan Disneyning yana pul xarajatiga kelib ketdi. Unutilib qolgan tas qopdi. Yana texi Disney baxshisi bor. 2015-yilda Disney baxshisi va oromgohlarining mehmon kutib olishi 130 million odam soniga yetgan. Biroq baxshilar yana ziyon deb to'layotdi. Nemishqa? Ayni yili Disney xalqaro kengayish uchun yaponiyaliklarga bog'cha ochqizib, faqat ozroq nashr huquq pul olgan. Qarboqqa pay olgandek, lekin ko'p qism pulni yaponiyaliklar tepib ketdi. Bu bo'lmadi deblam keyingi baxshilarga sheriklash andisini qo'llangan. Shu joylik hukumat va shirkat pul yer hatto kuch chiqargan. Asosiy bog'cha ochilganda faqat nisbat orqali kirish beltini Disney bilan teng bo'lishgan. Necha yil ilgari Vandaning lideri Wang Chunham chiqib Disneyga faqat Vandal bo'ladi ekan, Shanxay Disney 20 yil ichida foydalanmaydi deb jar solgan. Lekin qarang, Disney baxshisidagi cho'ng IPlar to'xtamay yangilanib dunyoni qopladi. Siz dal shularni ko'rib cho'ng bo'ldingiz. Sizning o'g'lingiz men shularni ko'rib cho'ng bo'ldi. Sizcha Disney baxshisi faqat deb bilasatamda, u faqat hisiyotingizga ta'sir qilib sizni yuvoshliqcha pul to'lagizdi. Bu dal IP bilan o'zining kasbining farqi.